Salom va xush kelibsiz. Bugun tushda jin ko'rish nimani anglatishi haqida batafsil gaplashamiz. Jin bilan bog'liq tushlar odatda odamda kuchli ta'sirot qoldiradi, chunki bunday tushlar qo'rquv, xavotir yoki tushunarsiz hissiyotlar bilan kechishi mumkin. Islomiy tush ta'birlarida jin obrazi ko'pincha yashirin xavotirlar, ehtiyotkorlik, ruhiy bosim yoki inson hayotidagi noma'lum ta'sirlar bilan bog'lanadi. Ibn Sirin ta'birlariga ko'ra, tushda jin ko'rish har doim salbiy ma'noni anglatmaydi. Ba'zan bu tush insonning ichki qo'rquvlari yoki ong ostida yigilib qolgan fikrlarning ramziy ko'rinishi bo'ladi. Agar tushda jin uzoqdan ko'rinsa va sizga zarar yetkazmasa, bu ko'pincha ichki xavotirlar borligini, lekin ularni boshqarish mumkinligini bildiradi. Agar tushda jin sizni quvsa, bu real hayotda sizni bezovta qilayotgan muammo yoki bosim borligini anglatishi mumkin. Ba'zan inson yechilmagan masalalar yoki ortiqcha tashvishlar sababli shunday tush ko'radi. Agar tushda jin sizga yetolmasa, bu muammolarni yengish imkoniyati borligini bildiradi. Tushda jin bilan gaplashish ham alohida ma'noga ega bo'ladi. Agar suhbat tinch kechsa, bu ehtiyotkorlik bilan qaror qabul qilish zarurligini anglatadi. Agar suhbat davomida qo'rquv bo'lsa, bu inson atrofidagi ba'zi vaziyatlarga nisbatan ichki ishonchsizlikni ko'rsatadi. Agar jin odam qiyofasida ko'rinsa, bu ba'zan hayotda kimningdir niyatini to'liq anglamayotganingizni bildirishi mumkin. Chunki tush ta'birlarida jin odam shaklida ko'rinishi yashirin ma'no yoki tushunarsiz holat bilan bog'lanadi. Tushda jindan qo'rqish ko'pincha ichki ruhiy bosim belgisi hisoblanadi. Inson kundalik hayotda ko'p o'ylayotgan, lekin ochiq ayta olmayotgan masalalar bo'lsa, bunday tushlar paydo bo'lishi mumkin. Agar tush davomida keyin tinchlik paydo bo'lsa, bu xavotirlar asta-sekin kamayishini anglatadi. Agar tushda jin uy ichida ko'rinsa, bu oilaviy muhitdagi ehtiyotkorlikni bildirishi mumkin. Ba'zan bu uy ichidagi ruhiy charchoq yoki ortiqcha fikrlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar jin uyga kirib chiqsa, bu vaqtinchalik xavotir belgisi sifatida talqin qilinadi. Tushda jin urishi yoki yaqin kelishi kuchli ruhiy bosimni anglatishi mumkin. Lekin bunday tushlar ko'pincha real xavf emas, balki insonning ichki charchoq holatini aks ettiradi. Agar tushda siz jin oldida kuchli tursangiz, bu ichki bardoshingiz kuchli ekanini bildiradi. Agar tushda Qur'on o'qib jin uzoqlashsa, bu juda ijobiy belgi hisoblanadi. Bu ichki kuch, ruhiy himoya va muammolardan chiqish yo'li borligini anglatadi. Islomiy talqinlarda bunday tushlar insonning qalban mustahkamligini bildiradi. Ba'zan jin qorong'i joyda ko'rinadi. Bu holat noma'lumlik, kelajak haqidagi o'ylar yoki ichki noaniqlik bilan bog'liq bo'ladi. Agar keyin yorug'lik paydo bo'lsa, bu muammolarning asta-sekin hal bo'lishini anglatadi. Tushda jin sizga zarar bermasa va faqat kuzatib tursa, bu ichki ogohlantirish sifatida qabul qilinadi. Yana ayrim qarorlarda ehtiyotkor bo'lish kerak bo'lishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, tushda jin ko'rish ko'pincha ruhiy holat, yashirin xavotir va ehtiyotkorlik bilan bog'liq bo'ladi. Tushning aniq ma'nosi undagi muhit, jin holati va sizning hissiyotlaringizga qarab farq qiladi.